Haqiqiy frigo ko'chat. Ana shakl qarang. Shakl juda chiroyli. Ham yirik. Yirik. Bekka o'tgan yil bahorda kartoshka ekilgan. Bekka. Bu minus tarafini ham aytish kerak. Kartoshka ekilgan joyga qulpini birdan ekib yorib bo'lmas ekan buni. Bu endi mana bu tomonga o'tsang, bu tomonda yana ham ko'proq o'xshab ko'rinyapti-da mana. Mana qarang. Hosilini qarang. Aziz o'rnashlar. Bugun 5-may bo'lsa, 2025-yil. Hozir 6-oyga o'tdi hosil 5 qayerdaga. Dekabr, noyabrda oxirida terganmiz birinchi hosili. Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkor olami kanalimizning doimiy kuzatuvchilari, hurmatli dehqon akalar, mirishkor akalar, hurmatli qulpnay ishqibozlari. Aziz yurtdoshlar, biz Farg'ona viloyati O'zbekiston tumaniga tashrif buyurganmiz. Saidjon akamizning xonadonlariga. Esingizda bo'lsa, bundan bir hafta oldin 10 kuncha bo'lib qoldi Saidjon aka. Akamizning xonadonlari mana shu joyga kelib, syomkalar qilgandik. Xudo xolasa pishsa kelamiz deb akamizga niyat qilib qo'ydik. Xudo xolasa mana qulpnaylarimiz g'arq holatda pishib yetildi aziz o'rnashlar. Xo'p, mana shu qulpnay navlarini yetishtirish bo'yicha hozirgi kungacha bo'lgan ishlar haqida akamizdan to'liq ma'lumotlarni olib sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. 5-may sanasi 2025-yil hafta kunidan dushanba aziz yurtdoshlar. Saidjon aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kelinglar, Zulxorjon, yaxshimisiz? Akajon, sog'ingiz yaxshimi? Maziz yaxshimi? Rahmat, charchamayapsizlarmi? Dehqonchilingizga Alloh baraka bersin aka. Rahmat, umrlaringga baraka bersin. Juda chiroyli. Saidjon aka, bu nav Murano naviya hozirgi bu tomondagi. Bular Murano navli ko'chatlarimiz. Shu Italiya navlari o'tgan safar video qilgandik. Mana pishib yetildi. 3,5 terdik. 3,5 terildi. Endi 4-terim teriladi. 4-terim. Endi 4-terim beramiz ertaga. Hozir qulpnaylarimiz yana bir holatini yaxshilab ko'rsatib qo'yaylik akalar mana. Atayin shu mana shu bugungi kun natijalarini ko'rsatish maqsadida akamizni oldilariga yana bir bor tashrif buyurdik, va'daga muvofiq. Mashalloh. Mana o'rtalari ham to'la. To'la meva. Qarang. Faqat adbor pulsin qarang. Mashalloh, mashalloh. Yirikligini qarang buni. Haqiqiy frigo ko'chat. Ana shakl qarang. Shakl juda chiroyli. Ham yirik. Yirik. Deyarli maydasi yo'q ekan. Deyarli 70%. Desa endi jinday yolg'on bo'lib qolsa kerak 50% edi. 50%. 50% mana qarang. Mana bitta shodada mana qarang. Mashalloh. Mana. Bular sredniy bo'ladi shunday, mana ular mayda bo'lishi mumkin. Hammasini qarang. Bu adbor plus. Mana hozir shunday qaraganda ko'raversan qancha adbor, qancha nima sredniy. 50% adborda. Bugungi kundagi bozorlardagi narx qanaqa bu navlar? Saidjon aka? Bozorlarda 35 ming so'm shu yerdan olib ketishyapti. 35 ming so'm. Maydasi 20 ming so'm. Eng maydasi 20 ming so'm. Rigini 35 ming olib ketishyapti. Endi bozor qancha sotishyapti? 40 ming, 50 mingmi endi bozorchilar o'zlari biladi. Alveollarimiz ham 1-2 qizarish boshladi. Tamam abi, bilmoqsizmi? Sразу ko'chatga ham tashlab yuborasizmi? Yo'q, ko'chat hozir mevani buni tugatib olaylik. Bu mevani bayrdagi berkitalmayapti. Barglar bor-ku, meva ko'p solgandan quyosh urib qo'yyapti, quyosh. Mana quyosh mana 1-2 oqartirib mana soya jo'dinglar mana. Mana issiq bu Italiya sortlariga ham nima tortish kerak ekan? G'ayrat aka. Iloji bo'lsa salafan tortish kerak, to'g'rimi? Yo'q, setka 55% ustiga. Mana quyoshni 40 gradus, 38 gradusda quyosh bunga ta'sir qilar ekan. Biz issiqlar. Lekin mana bu sortimiz Albion bu issiqni ko'tarar ekan, har qancha issiq bu chidamli ekan. Bu nimalar Muranolar qisman bitta-ikkita quyoshda nima qilyapti, mevasi. Quyoshda oqarib qolyapti. Holatini yo'qotyapti aziz obunachilar. Qulpnaylarimiz mana. Mana quyoshda qolib ketgani. E'tibor qiling. Minus tarafi shu. Lekin juda kam holatda bo'ladi bu voqea-yu, baribir imkon bo'lsa agar 20 yupqa setka tortib bo'lsa bu 100% ekan bu. Mevani yetkazar ekan bu. Haqiqiy Murano ekan bu.
Murano degancha bor ekan. Haqiqatdan mana hozir mevalari ham juda ko'p, serhosil ham yirik mevalari juda ajoyib. Bundan tashqari akamiz hozir bu tomonda Albion, aziz yurtdoshlar, xudo endi pishadi Albion sortlarimiz. Albion endi boshlab qoldi mana. Uni rangi bu navga nisbatan to'q qizil, bardoviy rangda bo'lar ekan. Aziz do'stlar, hozir buni ham bir ko'rsatamiz. Xo'p. Mana. Bu bardoviyroq. Bardoviyroq. Pishgan mevalarimiz akada. Havomiz mana bugun ham 40 gradusmi, 35 gradus. Kesliroq ekan Albionga nisbatan. Ha, Kileri ham endi Italiya sortlari ichidagi Kilerini ham shirinroq deydi, Albaga nisbatan deydi-yu. Lekin Albionga nisbatan shirin emas ekan Kileri. ha, Kileri men o'sha Namanganda ham yeb ko'rdim. Kecha o'zimda ham yeb ko'rdim. Yaxshi-yu, lekin Albiondan baribir safisliroq. ha bu endi bardoviyroq, ta'mi shirinroq ekan mana. Albionlarimiz ham Saidjon aka. Hozir Murano navli qulupnaylarimizni tatib ko'rdik. Nisbatan Albion navimiz shirinroq. Shirinroq. Ta'mi shirin. Ta'mi shirinroq. Lekin serhosil bo'yicha Murano navi hozir nomer 1 bo'lib turibdi akalar. Hozir bu Murano navimizni 1 kilo hosil beradi deb nima bergan? Ma'lumotida o'sha nimasida. Haqiqatdan men bermasa kerak dedim. O'sha mana qizarib turganda o'zi har bittasida 200 gram, 300 gramdan qizarib turgan. Kamida bor. Ha, bu hali nechta terim bo'ladi? Xudo biladi. Bu Albionda undan yuqori hosil bergan. Muranodan nisbatan. Necha sotix joyga ekilgan bu Murano navi? Hozir Muranomiz 4 sotix. 4 sotix joydan bir terimda. Bir terimda 71 kilo terdik. 71 Ikkinchi kilo. terimida. Ikkinchi terimida. Endi ertaga tersak 150 kilo yo 160 kilo shunaqa. Xudo xohlasa, uchinchi terim. Qancha vaqt meva teriladi bu o'zi navlardan? Buni 3 kunda qo'yib teraveramiz ekan buni. Har 3 kunda. Har 3 kunda. Buni cherezdin tersa ham bo'lar ekan, 3 kunda bu nav pishib ketmaydi ekan. Ha. Buni qo'yib 3 kun dimlab tersa ham bo'laverar ekan. O'zini kimlardir har kuni ham teradi hali. Aylanib vaqti borlar kunda tersa ham bo'ladi. Biz shu uyda gidroponikani bir kun terganimiz uchun vaqt yetishmaydi. Ertasi kuni bu poliyamizga kelib betdagin teramiz. Shuning uchun oraliq masofa 3 kun bo'lib qolyapti. 2 kunda uspet qilib bo'lmayapti. Ertasi kuni sug'orish kerak, oziqasini berish kerak. Hozir qanaqa oziqalar berilyapti Saidjon aka? Hozir shu bir marta xo'sh 10-40 berdik, bo'ldi. Boshqa hech qanday oziqa bermadik. Faqat bir marta berildi. Ha, shu yerda tayyorlaganimiz uchun boshqa hech qanday oziqa bermadik. Faqat yerda o'zi nimasimi shu bir marta meva irglatishga o'sha MPK berdik 10-40 kalesko shu mevani irglatganini berdik. Haqiqatdan yo foyda berdi yo haqiqatdan sort shunaqa zo'r. Lekin zo'r. 80-100 gramliklari ham mana ko'rdilaring. Palaytda 80-100 gramlik tuxum kichkina bo'ladi hozir. 4 sotix joydan 71 kilo. Keyingi terimda xudo xolasa 150 kilo. Ertaga 150 kilo har bitta uni qatoridan 50 kilodan mo'ljallayapmiz. O'rtacha qanchadan topshirdik dedik Saidjon aka? O'tgan safargi terimiz 30 mingdan 45 minggacha topshirganmiz. Aha. Keyingisini shu 20 mingdan 35 ming berdik. Endi ertaga terim ham 20 mingga 30 ming so'm narx chiqarib qo'yildi shu. 20 ming 30 ming so'm demak. Bir terimda 35 ming so'm. O'sha o'tgan safar 20 ming so'm eng maydasi. Adbor bilan adbor pilsa 35 ming so'm chetdan olib ketishi. Shakldan. O'zlari terib olib ketishadimi yoki siz terib berasiz? Terib olib chiqib tayyor qilib beramiz. Chetda tarozining tepasida. Olib ketishadi. Endi bozorda kimdir 50 ming ham, kimdir 70 ming ham sotyapti deyapti. Endi omadini bersin. Saidjon aka, misol uchun endi bizda asosan juda ko'p qiziquvchilar mana shu qulupnayni endi yangidan qiziqayotganlar yurtdoshlarimiz ko'pda. Kommentariyalarda ham savollar yo'llashadi. Mana shu qulupnaylarni yetishtirishdagi mehnati, o'zi boshlashdan oldingi qiladigan ishlar nimalardan iborat? Misol uchun shu kungacha qancha xarajat bo'ldi shu qulupnaylarni yetishtirish bo'yicha? Bu dalada umumiy rasxotini biz hali bir jamlaganimiz yo'q. Endi bu juda katta rasxot tashkil qilmaydi bu. Bu yerga ekilgan sababi. Yerga ekilgan sababli qora plyonka yopdik. Ko'chatda shu hamma qatori, hamma viloyatlarga ekilganda pushta qilib ekdik. Bahorda keyin qora plyonkasini soldik. Shu bir marta oziqa berdik, lekin har 2 kunda suv sug'oriladi. Oddiy suv bilan sug'orib turiladi. Erta bilan vaqtli salqinda bitta suv berib turiladi. 1 soat 40 minut 1 soat suv beriladi. Ana. Berib turiladi. Ortiqcha bir nimasi yo'q. Faqat yovvoyi o'tlardan bir ozgina chiqib qolgan joylarni tozalab turiladi. Qolgan joyi asosan plyonka o'zi. Plyonka bilan qoplangan.
Bu yerda o'zi plyonka o'ralgandan keyin yovvoyi o'tlar ham chiqmas ekanda, Saidjon aka. Yovvoyi o'tlar Bunaqa mehnat og'ir emas-da, endi Yo'q, yo'q. tavsiya qilmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga mana. faqat chiroyli qilib ekib, tarbiyalab, ko'kartirib. Endi aziz yurtdoshlar, mana ekish ishlari haqida ham akamizdan to'liq ma'lumotlarni olamiz. Ekishni ham kechiktirmay qo'ymaslik kerak. Qultnaylarni. Yaxshi hosil olish uchun-da. Saidjon aka shu haqida ham ma'lumot berib olaylik. Ha, shu avgust oyi. Ag'ayrat aka. Mana shu yerda o'zi holati ana avgust oyida ekilgan ko'chat bilan sentyabrda ekilgan ko'chat, oktyabrda ekilgan ko'chat hammasini bir-biridan farqi bor. Avgust ekilganlarimiz 1 kilo hosil ko'ryapti, hozir holati balki undan yuqori beradi, 1,5 kilo. Sentyabrda ekilganlarimiz undan pastroq, oktyabrda ekilgan undan pastroq. 200 gram, 300 gram hosil oktyabr shu kech kuzda ekilganlar. Shuning uchun yuqori hosil olaman degan odam avgustda ekish kerak. Harakat qilish kerak, yerini tayyorlab, faqat harakat qilish kerak. Birinchi yil qilinadigan ishlar demak o'sha ko'chatlarimizni joyiga o'tkazib olib, yaxshi holatga keltirib. Kartoshka bekka o'tgan yil bahorda kartoshka ekilgan. Aha. Bekka. Bu minus tarafini ham aytish kerak-da, kartoshka ekilgan joyga qulpini birdan ekib yorib bo'lmas ekan buni. Buni kartoshkani kraxmali bo'lar ekan. Kraxmal ekilgan qulpini ko'pini quritib qo'yar ekan. Biz o'tgan yil bahorda kartoshka ekilgan, kartoshkadan keyin yerda o'sha gomuslarni tashlab, sug'orib, yuvib holatda qildik. Yaxshi ko'kardi. Shundan ham bitta ikkita ta'sir qilgani bor. Ko'karmay qolgan ba'zi bir joylari bor. Endi bu Tbilisidaqa 100% ko'kartirilmadik. O'sha kartoshkani shu kraxmaldan deb bildikda. Shu endi qiladiganlar bo'lsa, aksariyat odam bahorda kartoshka ekadi, shuni o'rniga avgustda bo'shasa qulpini ekaman deydi. Shu joyga e'tibor berish kerak. Kraxmali bo'lgan kartoshkani o'rniga nimadir takroriy dukkakli ekin ekib turib, ana keyin avgust oyida yerda tayyorlab, keyin eksa, qulpini juda yaxshi ko'radi. Dukkakli ekin ekilsa qulpinidan yer zo'r bo'ladi. Bu navlar ekilgandan keyin bir boshimizdan o'tgan narsa. Yana minus tomonlari haqida gapirib ketaylik. Saidjon aka, bormi minus tomonlar? Minus tomonlari plyonkani kuzda solib keyin ekish kerak ekan. Bu ham bitta minusimiz bo'ldi. Bahorda plyonka soldik. Uni ko'mishga, nima qilishga qiynaldik. Shamollarda bizda Qo'qon shamoli bor-ku, plyonkalarni ko'chirish holatlari bo'ldi. To'g'rilab turdik. Buni kuzda plyonkasini solib, turpoq bilan chiroyli ko'mib turib, keyin ko'chat ekilgan joyda razmeriga teshib, chiroyli qilib ekish kerak ekan. Erinmaslik kerak ekan. Bir kun keyin vaqt ko'p ketsa ham plyonkasini solib olib yoki agrovoloknoni solib turib ekilsa, aytgan nimani oladi. Xudo xolasa. Hosilda olsa bo'ladi. Shu minus taraflari shu. Faqat keyin nima? Yana bir minus tarafi mana shu Murano sortiga setka tortish kerak 55%. Uni aytdik hozir ham. 55% setka tortish sababi bitta ikkita ochiq joyda barg hosil ko'pligidan barg soya bera olmay quyosh ta'sir qilyapti. Endi o'tgan ikkinchi terimlarda o'zi chiqmadi. Hozir endi bitta ikkita ko'ryapmiz. Ertaga tersak chiqib qolar ekan shunaqa quyosh ta'sir qilgani. Keyin o'sha 55% lik setkani tortsak, meva olishimiz ham davomiyligi uzayadi, to'g'rimi? Shaftolni salqinidagilar mana bular 100% mana. Shaftol sarg'inlik, salqinliklar bular quyosh ham ta'sir qilmaydi mana. Mana qarang. Salqinda bo'layotgan qultnay navlarimiz. Mana bog'da ichida yaxshi ko'rar ekan salqinroq joyda. Mana barglar orasidagi holatlar mana. Shunaqa ochiq joyda ekmoqchi bo'lganlar 55% lik setka tortganlari ma'qul. Bog' ichida demak yaxshiroq, natija. Saidjon aka? Bog'da bunga yaxshi ekan. Beldan keyin eksa ham bo'ladi, shaftolichi katta bo'lsa, abetdajicha soya bersa, yaxshi bo'lar ekan. Ochiqda bo'lsa setka tortish kerak. Hozir bu yerda taxminan 40 gradus issiq. Telefonlarimiz ham, apparatlarimiz ham qizib, deyarli o'chib ham qolyapti. Aziz akamiz bilan video davomida shunaqa holat kuzatildi. Endi issiqdan himoya qilsangiz, meva olish, meva berish davomiyligi ham sal uzayadi. Misol uchun, hozir bular qaysi davrgacha 1 oy davomida meva olamiz. Shunaqami? Muranoni 1 oy Murano davomiy hosil beradi. Shunaqa bu davomiy beradi, faqat yoz faslida maydaroq hosil beradi. Yozda. Massiviy bahor. Massiviy bahor. Keyin gullab maydaroq hosil beradi deyapti, lekin soya qilib qilsa, o'shanda ham rig bo'lar ekan. Har yil ko'chatlar almashtiriladi. Ko'chatlar yangi. Har yil yangi ekkan yaxshi. Bularni demak yangilab turib ekilgan afzalroq, aziz obunachilar. Mana.
hosil juda yuqori. Hosil. G'ayrat aka, hosil yuqori. Arafga ojiz. Saidjon aka, hozir mana 3-4 xil navlar ustida tajriba olib borilyapti. Sizga qaysi nav ko'proq ma'qul bo'lyapti? Misol uchun, keyingi yillar asosan qaysi navga ko'proq e'tibor qaratasiz? Hozir Murano navi hozirga ma'qul. Pishib yetilgani uchun buni hosildorligini, keyin chidamlilik taraflari yaxshi bu. Bir kun, 2 kun kechiktirib tersa ham pishib ketmaydi, yaxshi holatda turadi. O'zi qattiqlik jihati hamma tarafi yuqori. Endi Albionni ko'rib boramiz. Buni ham keyin pishib g'arq etilganda buni ham natijasini ko'ramiz, sort tanlaymiz. Keyin mana kecha kunda Mahliyo opanikiga bordik, Farg'onaga, qayerda ham Aleksandra navini ko'rdik. Shu 10 xil sort ichida eng ta'mi shirini shu Aleksandra ekan. Shunga zakaz berdik. Bo'ylanish Aleksandra navini ham Xudo xolasa tajribani o'tkazasiz. Ko'paytiramiz, xudo xolasa uni ham ko'ramiz. Ta'm jihatidan kuchli. Aleksandra navi demak. Kalibrarik, hosildorligi ser hosil, ta'mi shirin. Mana. Hamma xususiyatlari bor. Yangi nav ekan, uni ham shu 10 xil 15 xil navdishidan ag'am o'zlari ham shuni tanlabdi, yaxshi navligi uchun. Aziz yurtdoshlar, kimda kim mana shunaqa Aleksandra navli qulupnay navlarni yetishtirayotgan bo'lsa, bizga aloqaga chiqsa, xudo xolasa o'sha joylarga borib, xalqimizga shu nav haqida ma'lumot berib borsak, nur ustiga alo nur bo'ladi, ham savobli ish bo'ladi. Mana shunday navli qulupnaylar yoki sizda ham mana shunday dehqonchilikka oid mavzular bo'ladigan bo'lsa, xalqimizga yetkazsak, har tomonlama manfaatli bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, bizga bemalol aloqaga chiqasizlar, telefon nomerlaringizni qoldirib ketamiz. Mana shu o'sha telefonlarga qo'ng'iroq qilsangiz, xudo xolasa sizlar bilan do'yakda yetkazamiz. Hozir yana tajribadan o'tkazilmagan navlar bormi? Niyat bormi? Niyat bor, yangi qaysi navlar? Yangi navlar bor. Hozir mana Lucia, Italiya navlari ekan, ular ham shirin. Endi bir 10-15 xil nav ko'p ekan o'zi, bir 50 xil nav bor. Endi bizga O'zbekistonga kirib kelgan navlarni ko'rib, sharoitga qarab moslab olamiz. Hozircha Murano bizni mana endi bu yerda men bilmadim, vodiyda ekkanlar bor. Misol, endi bu biz donaga olib kelib ekdik, bekka tushdi menimcha. G'ayrat aka? Agroteknikasini qilib qarasa, bu qulupnoy navi tushdi bekka. Eksa bo'ladi buni. Buni mazasi ham unchalik emas, mazasi qandaydir odamning o'ziga tortib mazasi bor. Qandaydir orada berib qo'ygan maza bor. Ha, odamga chiroyli bir nima beradigan bor, lekin unaqa shirinligi koreyskidek emas, lekin kisli emasda, aromatli nimadir bor. Keyin G'ayrat aka buni gidroponikaga ekkanman. Hozir mana videomiz davomida gidroponikani ko'ramizda, ertaga hosildorlikda. Uni ta'mi endi hozir borganda aytamiz shu yerda. Inshaalloh, ertaga ta'm qanaqa? Hozir mana shu nima deydi, Albion sortlarimizni bir mevalarni yaxshilab ko'rsatib ketaylik. Aziz obunachilar, lekin rosa ser hosil. Hali yaxshi pishmabdi-yu. Mana bu Murano navimiz zo'r holatda pishgani uchun yana mana qizilligi yuqoriroq ekan rangda. Bardoviyroq. Murano och qizil ekan, lekin chiroyli rangda. Ta'mi shirinroq buni. Bu ta'mi sal shirinroq ekan. Kleridan shirin ekan bu. Shirin ta'm ekan, to'ppa-to'g'ri. Nega aytyapman? Mana shu Murano'niki qandaydir kisli emas-u, qandaydir mazasi odamni o'ziga tortadigan qandaydir mazasi bor ekan. Shunaqa. Buni erta bilanda muzdek holatda bir kechga archani hidiga qo'yib biz tog'li rayonlarda. O'shanga o'xshab buni ham bir o'ziga tortadigan ta'm kelib qolar ekanda ora-orada qandaydir. Lesda yeb ko'rdim, вообще zo'r. Yid вообще zo'r. Keyin havoni issig'iga bular chidamli sortlar ekan. Havoni issig'ida mana barg tashlash, stressga tushish holatlari yo'q. Issiqda bu yuqori 40 gradus issiqlarda ham ko'tarilgan holatda uni barglar holatlar qo'yiq. Mana Albionnikini ham ko'ring-da mana. Mashalloh. Mana barg holatlarini qarang. Tikka holatda. Mana barglar. Juda bu hech qanday bir stress olish issiqda hozir mana shuncha issiqda mana. Saidjon aka, bular hozir tomchilab sug'orish orqali sug'orilyapti har biri. Tomchilab arg'ilatish emas aziz yurtdoshlar, bu tomchilab sug'orish orqali sug'oriladi. Sistemalar qilinib, bunaqa shlanglar to'lib qolish holatlari kuzatilyaptimi yo'qmi Saidjon aka? Bularda nimaga e'tibor berish kerak sug'orish jarayonida? Buni filtr, ikkita filtr qo'yganmiz.
filtrlardan o'tib keladi. Hozirgacha tiqilgan, faqat minus tarafi nima kapilni lenta har joydan teshilish holati bo'lyapti. Bu dala sharoitida yo sichqon teshib qo'yadi yoki harakatlanib yurganimizda baribir dashtlik joynaga toshli zona. Teshilib qolish holati bo'lyapti, lekin mana plyonka ovoz chiqarar ekan. Teshilib qolsa, xuddi yomg'ir yoqqanda plyonkaga ovoz chiqargandek ovoz chiqaradi. O'sha joyni ochamiz, teshilib qolganini ulaydigan perxatniga to'lab qo'yapmiz. Endi bu ham kamchilik ozgina bir turadi endi. Mana. Aziz obunachilar, Hosili kamda, bunda hosil yuqori. Hosil ko'p. Hosil. mana bu ikkita qator Murano. Aziz yurtdoshlar, Saidjon akamiz ikkinchi bog'larga alohida qilgan joylarga keldik. Bular ko'chat ekish maqsadida, ko'chat yetishtirish maqsadida qilingan joy edi. Ko'chatxona bo'lgan. Ko'chatxona. Mana shunaqa sistemalar qilib, hozir mevalar bular ham juda serhosil, Saidjon aka. Ha, bu ikkinchi yilgi holatlari. Mana o'tga yilib to'liq ko'chat olingan, buni qarang ikkinchi yilgi holatini. Oh, mashalloh, mashalloh. Mana, buni qarang. Kim ishonmaydi mana 1 kilo hosil bermaydi deb. Bo'sh joy yo'q. Bo'sh joy. Adboring bo'sh joy yo'q. Bular oldin nima deydi? Juda mehr berib qaralmagan, Saidjon aka. Bular Rossiyadan shu frega bo'lib kelgandan keyin agrovolokni solib, buni yoz bo'yi ko'chat oldik bundan. Gulni olib tashlab, faqat ko'chat olib, bu yilgi maqsadimiz bundan hosil olish emas edi. Yangi joyga ekkanimiz uchun buni tajriba nimasida qo'ydik, qanaqa hosil beradi ikkinchi yilga. Sababi u ekilgan ko'chatlarni ham qoldirsa bo'ladimi yo'qmi degan savolga javob topish uchun buni qoldirdik buni. Endi mana o'z ko'rib turibsiz, ikkinchi yil holat. Bunga hech qanday oziqa berilmadi. Faqat o'sha narigi qulpinoyga bitta MPK berilganda bunga ham berildi shu. Boshqa u 3.18, 3.10, 3.20 degan hech qanday gul davrida berilmadi. Lekin profilaktika qildik nimasi, o'rgimchikana bilan nimasiga tripsiga bitta profilaktika qilib qo'ydik dori sepib. Hosil tugungacha shu bitta oziqa berilgan. Bu tomondagi koreyskiy nav. Koreyskiy sulxyan navli qulpnaylar. Koreyskiy emas bu. Mana. Nima ekan? Hech kim bilmaydi. Mashalloh. Ikkinchi yilga hosillar. Ikkinchi yil hosil. Mana ikkinchi yil hosillar. Mana bu tomonda endi bu nav Albion. Albion ular endi pishadi hali ular. Ular juda serhosil ekan. Voy, bu mashalloh. Bu Muranomisi? Hozirga kelib Charlie navli qulpnay navlarimiz уже tugash arafasida, endi bu navlar pishish arafasida akalar. Hayrat aka, ikkinchi yilga kechroq pishar ekan mahalliy navga nisbatan. Zo'r. Mashalloh. Voy bu yaxshi sho'b berilmaganiga. 1 yil davomida ko'chat olingani shunday holatda qolganda. Shunda ham hozir So'lixandan rik mana shu holati ham, Koreys So'lixandan rik. Ikkinchi yil holat. Mana qarang, mana gullar bu yana kelyapti bu mana. Mana. Gullar mana yangi meva solyapti hali yana. Bular o keyingi oylarga o'tib qolsa kerak. Pishish G'ayrat aka. Mana yangi gul, yangi g'o'ralari. Mana gullar. Mana. Nasib baribir qaydaroq bo'lar ekan-da. Men lekin mana bu Albion navlarini Saidjon aka qarang. Hosil. Vapshim hosili juda ham. Buni qarang mana. Voy bu azomlashlar. Bu endi mana bu tomonga o'tsangiz, bu tomonda yana ham ko'proq o'xshab ko'rinyapti-da mana. Mana qarang. Hosilini qarang. Aziz obunachilar. mana hosil. Mana. Mana qarang. Rosa ser hosil bo'pti lekin. Bu ham ikkinchi yil, to'g'rimi Saidjon aka? Albion. Bulardan ko'chat olinib. Suv qopti. Suv beramiz, 2 kun bo'lib qoldi, suv bermay bugun. So'ligani birinchi qo'ygan, lekin hosil bu sortlar Koreysga nisbatan ham suv yaxshi qo'laydigan sort ekan G'ayrat aka.
Ha. Suvni imkon qadar har kuni berish kerak ekan. Endi ertadan boshlaymiz. Bugundan pash kunda suv ichadigan holat qilamiz endi. Bunda G'ayrat aka bu ikkinchi yilga qoldirganda yonidagi balay bachkalaydi-yu, bachkalarni olib yakka holatda qo'yish kerak ekan. Bunda hosil yirik bo'lsa kerak ekan. O'shanda keyin hosil iriklashadi, kerakli hosil ushlaydi ekan. Agar bu hozir qaynagancha qolganda bu hamma meva bilmayman, endi pishib yetilaversin ko'ramiz. Lekin mayda bo'ladi, juda buni Mayda bo'ladi. necha kilo qiladi bilmayman. Hosili maydaroq bo'ladi, ha, Saidjon aka. Albiyonniki. Bu ikkinchi yilga hosili mayda bo'ladi. Shuni irikroq qilish uchun bachkalagan bachkalarni olib tashlab, o'sha asosiysini qo'ysa, shunda bu irik bo'lar ekan. Ha, Lekin Muranoga farqi yo'q ekan. Murano ham nisbatan mayda bir yillikdani, lekin u bunga bunaqa qaynamaydi ekanda, kamroq qaynagan hisobiga u irik solaverar ekan. Yonib qolmagan. Mana Zulfiqarjon mana. Ko'rinishlar jihatdan ham Mana oldilarini ko'ring. Saidjon aka. Hozir mana. Mana. O. Mana. Mana ajoyib ishlar. Mana hosilni qarang. Qo'lga sig'maydi mana. Mana. Mashalloh. Bu orqa tarafida ham bor mana. Ko'rib ko'zingiz quvnaydi aziz yurtdoshlar. Mana shu kabi ma'lumotlarni xudo xolasa akamizdan ushbu nav haqida ham batafsil ma'lumotlar berib boramiz. Qolgan ma'lumotlarni akamiz stillajlari bor, shu yerda davom ettiramiz. Bo'lmasa biz ketdik. Aziz yurtdoshlar, Saidjon akamizni mana issiqxonalariga tashrif buyurdik. Bu yerlik Juda serhosil. Nargilar 75% o'tama. Mashalloh. Saidjon aka juda ham serhosil bu tomon ham. Serhosil yaxshi. Hali mana bugun 5-may bo'lsa, 2025-yil. Hozir 6-oyga o'tdi hosil berish G'ayrat aka. Dekabr, noyabr oxirida terganmiz birinchi hosili. Endi dekabrdan hisoblagansiz ham 6-oyda ketyapmiz hosil berish. 6-oy. Mana haligacha mana adbor bor mana. Adbor bor. Sredniy bor mana. Shunchalik hosil beryapti. Shodalar ham mana 2 qarishdan. Bo'yi ham, barglari ham yaxshi. Necha kunda terim bo'lyapti Saidjon aka? Buni через день degan bo'laveradi, bir xil ob-havoga qarab. Ha. Kunora ham, keyin 3 kunda bir ham teraveramiz buni. Bu pishib ketadigan tepada plyonkani olib tashlab to'rsetga tortganmiz, salqin. Issiqxonani salqin. Hozir necha sotix edi bu issiqxonamiz? 8 sotiq. 8 sotix issiqxonamizda mana через день terim bo'lyapti. Kunora. Faqat bir xil sortmi, necha xil sortimiz bor hozir bu joyda? Bu yerda asosan Murano bor bir qator, qolgani Solx ham bor. Keyin bir qator Kinisberi olib kelib ekdik, matchni ko'chat uchun hozir bostirib qo'yganmiz ularni ham. Kinisberi ekdik, bildan keyin ko'chat olish uchun ko'paytiryapmiz. Stillajda qanaqa ekan ular natijalari bilan bir? Stillajda yerga nisbatan tez G'ayrat aka. Stillajga yerga nisbatan tez tanob berib, vegetatsiya davri, generativ davrlar bo'ladi-yu. Tez ekan. Hozir 5-martda ekilgan Kinisberi ko'chatini kasetaga bostirdim. 5-mart kuni stillajga ekilgan. So'lixanni bir qatorini yulib tashladikda, Andijonlik Xalija Abdullayevdan Kinisberi olib keldim. 500 dona. Kokosga ekdim. Abdumalik tavsiya qildi. Eksiz ekdik. Juda tez rivojlandi. Tanoblab, hozir bir qisqa ko'rsatib o'tib ketasiz. Tanoblarni bostirib qo'ydik. Undan olib chiqib, yerimiz tayyor ko'rsatdimi yer? Yerga ekib, matchni ona ko'chat qilib, kuzgacha yana shekka olib ko'rib, shu bitta blogimiz Kinisberi ekish maqsad. Qolgan 2 ta So'lxan bo'ladi, bittasi Kinisberi. Ikkalasi ham shirinnav, koreyskiy navlar. Sovuqqa chidamlik. Shu qishda ko'proq, bahorda ko'proq shu adbor irik qulpini so'ragan talab kuchliligi uchun Kinisberi qilyapman bitta qatorda. Qilamiz, xudo xolasa. Chunki u to'liq pashti 50, 60, 70% ham adbor berar ekan, adbor plus irik qulpini zakaz qilganlarga. So'lixana mana beryapti, hozirgacha kerak bo'lsa adbor sredniy beryapti. U bundan ham irik ekan. Chunki qishda ko'rgan joyimizda hozirgacha adbor.
hosil beryapti. Kingsberry sorti. Kingsberry endi Hozirgacha ham demak meva beryapti Saidjon aka. to'xtagan hozirgacha gul ham bergan. Ana. Gullab Hozir 5-oy, 5 oy davomida 6-oyga o'tildi. 6-oyga o'tildi aziz obunachilar. 6-oyga o'tildi. Hozirgi Hosil kunga kelib olish. hosil mana ser hosil. Juda ham hosilga. Maşallah. Hozirgi kunga kelib yana gullayapti bular. Yana gullayapti. Mana qayerdan ko'rsatagan, xohlagan joydan ko'rsatamiz. Mana gul. Mana. Mana gul, mana hosil. Demak, kerakli sharoitni ta'minlab, kerakli havo harorati bilan ta'minlasak, tinmasdan yil bo'yi hosil bo'lar ekan. Yil bo'yi hosilasa bo'laveradi. Bular yana gullash, gul davrida mana. Yangi gullarni chiqaryapti, yangi gul. Hali ham. Sekin-sekin nasrliglar mana. Mana bu tomonlarini qarang. Mana gullar. Gullardan tugab. Mana yangi gullar. Bu endi 7-odammi, 6-odammi? Taxminan shu 7-6 Bu odalarda. sortdan necha sotix joyga ekkanmiz? Bu taxminiy 7 sotix. 7 sotix ekilgan bo'lsa, bugungi kunda cherezini terilayotgan bo'lsa, necha kilodan terim bo'lyapti? 120 kilo, 100 kilo, 120 kilo. Narxlar bir xilmi? Yerda ekilgan bilan yoki bular boshqa? Yerda ekilgandan ko'ra jindi qimmatroq bu so'lxallar. Sababi ta'mi shirin. Keyin hamma taraflama chiroyli, tovarni vidi chiroyli. Shuning uchun jindi qimmat. Hozir yerda ekilganlar mana bozorimizda 15 ming, 20 ming, 10 ming so'mga qulpini bor hozir. 5-may kuni. 10 ming so'mga. Bularning eng maydasi 20 ming so'm. Iriga 40 ming so'mgacha. Sredniylar 20 ming, 30 ming so'm, 25 ming so'm, adborlar, adbor plyuslar 40 ming so'm bizda. Shunaqa sharoit. Mana Zulfiqorjon. Mana yangi gul shodani chiqaryapti mana. Xaridorgir Saidjon aka. Xaridorgir mana. Mana yangi gullar, yangi shodalar. Bu hali Xudo xolasa iyun ichi ham to'liq meva beradiganga o'xshaydi. Mana gullar hali mana gul shodalar hammasi chiqarib kelyapti. Inshaalloh tepalariga issiqxonamizni tepalariga setkalar tortilgan. Setkamiz necha foiz? Setkamiz bet 55%lik. Nargisi 75% tortiq sanash uchun. Hozirgi kunda unaqa qishdagi o'xshab xarajatlar qilinmaydi, bunday, to'g'rimi? Yo'q, hozir faqat shu oziqasini beramiz, sug'orib bir kunda 2 mahal. Shu ortiqcha nimasi yo'q, hozir yoqilmaydi. Sotishda muammolar bo'lmayaptimi, Saidjon aka? Yo'q, sotishda o'zi klientlar uydan olib ketishadi. Uydan olib ketishadi. Bu tomonda mana bu mevalar yiriroq. Yangi endi qizaradi bular. Xolasa. Endi pishayotgan navlarimiz. Mana adborlar mana. Mana hali oralarda ham mana adborlar bor mana. Yirik. Hosillar yaxshi. Mana sredniy adbor. Mana hosilni qarang mana. Mana yangi hosillar mana. Mana yana bog'da ham bor. Mana yangi gullar. Hammasida guli bor. Yangi gullayapti mana yana. Ko'pchilik ishonmasligi mumkin mana yangi gul. Hozirgi kunga kelib ham mana shodalar chiqaryapti aziz obunachilar. Hosilda. Qanchalik ko'proq mehnat talab qiladi yerga nisbatan Saidjon aka? Yerga nisbatan buni vaqtida sug'orib oziqa berib, profilaktikasini olib borish. Dorilarini kasalliklarga qarshi, o'rgimchikka, kleshtripsga qarshi dorilarni berib tursa, agronom yordamida qilinadi. Sizlar yashirmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga agronomimiz Abdumalik Angrendan. Abdumalik yaxshi yigit, nihoyatda mana shunchalik bu gidroponikani umuman hech narsani tushunmasdik. Mana shunchalik o'rgatib, mana shogird qilib, Xudo xolasa. Shunchalik hosil oldik. Hozir 37-terim teramiz. Buni ham men daftardan ko'rdim. Xudo xolasa ertaga 37-terim. Hozirgi kunga kelib bitta dona ko'chatimizga qanchadan to'g'ri keldi, Saidjon aka? Hisoblab ko'rdingizmi hech? Umumiy kilosi bitta ko'chatimizda 2 tonna 400 kilo sotibmiz. 2400 kilo.
Mana 8 sotix joydan, ha? 2400 kilo sotdik. Yana shu mo'ljalimiz yana shu 3,5 ming tonnaga olib chiqishdi. 3,5 tonnaga. 3,5 tonnaga. Yana 1 tonnacha hosil olish, shuncha ko'chatdan yana 1 tonna hosil. Bu har bir tupidan o'rtacha 500 gram. 450-500 gram hosil olish mo'ljal. Hozir o'zi 400 gram yaqinlab qoldi. To'g'risini aytaverish kerak, uni yolg'on yashig'i yo'q. To'g'ri. Har bitta shodamiz 100 gramdan bo'lganda ham 100 gramdan hisoblasak ham o'zi 5-6 shodalarimiz. Xaridorlar telefon qilishyapti. Qolpinoydan hozir mana. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, Saidxon yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Apa yaxshimisiz? Sog'lig'i? Tuzimisiz? Rahmat. Qaytasiz? Teplissadami apa? Mana Qulpinoy terib olib kelib berolmaysizmi kechki paytga? Qulpinoyda harakat qilaman. Qancha kerak apa? Bir 30 kilocha zo'rlab terib bir 3 tami, 4 tami to'g'rida, 5-6 ta to'g'rida bo'lsa ham mayli. O'sha men oladiganim terib olib kelib beraman desangiz, men o'shanga qarab harakat qilaman-da. Bo'pti, harakat qilamiz. Telefon qilaman. Ishchilarga telefon qilaychi, terishga tushadi. O'sha kechki salqinga olib kelib bersangiz bo'ldi. Shomdan oldinroq olib kelsangiz bo'ldi menga. Bo'ldi apa, xo'p. Chiroyli qilib bir xil qilib olib kelib bering. Xo'p. Harakat qiling, ilojim boricha aytib yuboring, anig'ini. Xo'p. Mana xaridorlarimiz bozordan telefon qilishyapti. To'satdan bu hech qanday uyushtirilgan yo'q, hech qanday nima bo'lgan yo'q. Mana issiqxonani chiqargan xaridorlarimiz olib borilyapti. Zarilmani deyishyapti. Mana. Yetishtirmoqchi bo'lganlarga qanaqa tavsiyalar beramiz? Minus tomonlarini ham gapirib ketaylik, Sayjon aka. Minus tomonlari buni plus tomoni qancha bo'lsa, minus tomoni ham shuncha bo'ladi buni. Har bitta kasallikka vaqtda kurashmasa, o'sha minus. Shu. Oylik xarajatni hisoblab ko'rdingizmi? Bularga qanaqa xarajat ketadi? Oylik xarajatni hisoblamadik. Hozir kundami? Hozirlik 8 sotikka bir kunda 130 ming so'mlik ozuqa ketadi. 8 sotiqqa. Bir kunda. 130 mingdan 150 ming so'mgacha sug'organda ketadigan ozuqasi shu. Endi buni hozir meva paytida buni hech qanday ximiya dorilar sepish mumkin emas, sepmaymiz. Faqat biologik dori ishlashimiz mumkin, kasallik bo'lsa, chunki profilaktika qilib turilgani uchun kasallik yo'q. Barglar sog'lom, hamma yoq joyida bu. Agar unga rahmat desak ham bo'laveradi. Demak, har kunga shunaqa xarajati bor. Cherazdan 120 kilodan terilyapti. O'rtacha. Sayjon aka, to'g'rimi? Hozir boshqa navlar haqida ham ma'lumot berib olaylik. Narigi tomonda akamizning Kingsberry va Murano sortlari yetishtirilyapti. Hozir ular haqida ham ko'rsatib o'ramiz. Mashalloh. Aziz yurtdoshlar, bu nima deyapti? Murano sortimiz. O'zingiz ko'rib baho berib qo'yasiz. Ortiqcha maqtashning keragi yo'q mana. Uzilmasdan har biri. Bu hosilimizni oxirlarida forgajon tag'ini maydalashib bo'lgan holati bu. Yo'q-a? Bu 1,5 oydan beri terilib kelinyapti Murano. Bularni narx-navosi qanaqa? Hammasi yoki bir xilmi, Sayjon aka? Bir xil, pashti. Narx-navolar bir xil. Narx-navosi bir xil. Bularda qanaqa sredniy bu sulxanga qaraganda ko'proq adbor beradi bu. Adbor. Rig beradi, lekin hosili 2 baravar. O'sha hozir bundan 1 kiloga yaqin hosil olib bo'lindi har bitta nimasdan. Ana. Hosil olib bo'lindi bu. 1,5 oydan ba'zi to'xtovsiz serilyapti bu. Mana shu stilajni yetishtirmoqchi bo'lganlarga o'zi qaysi nav tavsiya qilinadi ko'proq, Sayjon aka? Stilajga ko'proq Kingsberry, Solihan, koreyskilar shirin. Haqiqiy xaridor tanlamaydi, bu hamma xaridorga yoqadi. Bu ko'proq pishiriq chiqaradigan tortlarga ishlatgani bu 4-5 kun, bir hafta bu holatni yo'qotmaydi qattiqlik jihatdan, lekin ta'miga baribir Solihan shirin. Solihan shirin. Murano unaqa shirin emas, lekin pishiriqlarga bu qo'l keladi. Sulxandan ko'ra bu qattiqlik, chiroylik tomonlama bu hamma tomonlama yutadi. Bu oxirgi hosillari bu. Oxirgi hosillari shu darajada bo'lsa mana. Oxirgi hosillari. Mashalloh. O'zingiz ko'rib baho berib qo'yasiz. Bu ham shu sentyabrda baravar ekilgan Sulxan bilan. Mana shu novdan ham ozgina ekib qo'ysa, demak zarar qilmaydi. Zarar qilmaydi. Bir qator ekilaversin. Bu har qanday tort magazinlarga, tort ishlab chiqaruvchi nimalarga bemalol bu xaridor buni ham kutib mana hozir telefon qildi, bu ham ajdani tushdi. Qaytarilganimiz yo'q. Har kuni 5 kilo chiqaramiz. Bu sortdan. Olib ketishadi, tayyor qilib qo'yamiz. Hozir endi bu tomonda bular mana Valjon akadan olib kelgan Kingsberry ko'chatimiz. Mana shu 5-mi, nechinchidir martda ekilgan.
Bulardan endi ko'chat olinyapti hozir. Ko'chat olish uchun hozircha qo'lbola usulida foydalanib bostirdik, uni yerga olib chiqib ekamiz. Qo'lpinoy. Mana Hayrat aka. Mana shu 2 oylik, 2,5 oylik ko'chat, kichkina ko'chatcha edi, mayda. Mana. Ko'chat olish uchun ekkanmiz-da buni. Kinisberiyani hosillaridan qo'yganmiz. Ko'rish uchun juda. Bular tvorfga ekilganmi, Sayjon aka? Ha, pastidagi ko'chat torfga ekkanmiz. Aha. Buni yerga ekish uchun torfga qilganmiz. Tepasi kokos. Kokosga ekilgan. Demak, bu ko'chatlar yerga ekiladi. Yerga ekiladi. Bu bir oyda tayyor bo'ladi. Olib chiqib ekib, kuzgacha ko'chat ko'paytirish maqsadida. Bularning barglari ham juda katta bo'lar ekan-a? Katta yirik bo'ladi. Kinsberi. Bu taralarimiz sulxon. Sulxonlarimiz hozir xo'sh. Kinisberilar yana bir qator o'tamiz, baqa yo. Kinisberilarimiz qayerda hozir ko'ramiz. Kinsberi. Metda o'zi stilajda holatni ko'rsat. Mana shu Kinsberi navli qultmaylarimiz mevasi mana. Ta'mini ko'ring qaradik. Hayrat aka, ta'mi qanaqa Kinsberini? Yo'q. Zo'rmi? Mana. Sayjon aka, bularda mevasi olinib bo'linganmi? Bu o'zi ekilganiga shu martda ekilgan ko'chat. Aha. Martda ekkanmiz, mevasini ko'rish uchun, adashmaslik uchun mevasini qo'yganmiz. Mayda ko'chat bo'lgan 2 oy oldin, 3 oy oldin, 2,5 oy oldin. Mayda ko'chat bo'lgan. Mart oyida ekkanmiz. Shu gullagan hosillari bular. Ha. Buni hozir ko'paytirib, tashqariga olib chiqib ko'paytirib ekamiz. Bundan yana ham ko'proq ishonch hosil qilish uchun ozgina mevalarni Mevani qo'yganmiz, ha. Mevani qo'yganmiz. Xudo xolasa mana anaqadan o'tdi, sinovdan o'tdi. Endi bularni xudo xolasa ko'chatlarini olib akamiz mana ko'paytiryapti, aziz obunachilar. Kinsberi navli qultnay navlari. Sayjon aka, bu joyda ko'chat yetishtirilyapti. Akamizning tomorqalari. Qaysi nav bu? Bular koreys sulxonlar bular, hammasi. Ona ko'chat, matsniy ko'chat. Aprel oyida ekdik. Shu gidroponikamiz uchun. Ko'chat olib, kokosga bosib, tayyorlab olib kirib o'zimiz uchun faqat. Otib bo'lsa keyin sotishimiz mumkin. Faqat o'ziz uchun. Otsa, o'zimiz uchun. Agrovalatlarni olib tashlaysiz-ku. Hozir yaxshi holat agrovalatni. Yo'q, hozir yaxshi. Mana bu qanotlarni kuydirib qo'yibdi-ku, qani? Tepaga hali to'r totganimiz yo'q-ku. Ha, to'r tortasiz. To'r o'zi ertandan ustalayotganmiz, kelib simlarni tortib, tepaga 55 volt setka tortamiz, tanoblar keyin kuymaydi. Keyin ko'chatga harakat. Faqat bir xil nav, koreyskiy sulxon navli. Koreys sulxon. Akamiz o'zlari uchun faqat stilajga yetishtirish uchun faqat mana shu issiqxonamiz o'ziga. Sayjon aka? Mana shu issiqxonaga yana bitta issiqxonamiz bor. Shu ikkalasiga yetishtiramiz. Bu shu F2 sulxon. F2 Ag'dagi ko'chatimiz Hayrat akamdan keyin sulxon. Ikkalasi ikki xil joyga ekdikki, aralashib ketmasligi uchun. Ikkalasi ham tanlab olingan sortlar. Zo'r sortlar. Sinovdan o'tgan, ishonchli, ha. Bular qaysi paytda ekildi, Sayjon aka? Bular aprel oyida ekildi. Aprel oyida ekilgan, lekin hozir mana kichkina tanoblar chiqarib qolibdi ko'chatlarimizdan. Tanoblar chiqarib qoldi. Havomiz birdan isib ketgani uchun mayda tanoblar endi bir kuyib oladi. Mana keyingilar uni baquvvatlar kuymaydi. Endi to'rsetga tortamiz. Mana yangi tanoblar bular yaxshi mana. Bu endi baquvvat tanoblar chiqaraveradi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Ikki yoniga kaseta tushadi. Shuni mo'ljallab qo'yamiz. Bu o'rtadan yurib bemalol sug'oraveramiz. Xudo xolasa, bu oral masofamiz ham taxminan 1 metr 20 santimetr kelib qolsa kerak, Sayjon aka. 1.30 qo'yganmiz. 1.30, 1.25 ha. Oral. Jegimiz orasi mana bir qarich. Har bir haligi 25-30. 25-30. Bular 15 santimetr. 15 sant, qalinligi qatori 15 sant. Qatorasiga 15 santimetr qilib ekilgan. Mana sistemalar qilinib, bular ham tomchilatib sug'orish yordamida sug'oriladi, aziz do'stlar.
Xudo xolasa Saidjon akamizdan mana shu kelgusida bo'ladigan ishlarni ham batafsil ma'lumotlarni yoritib boramiz Saidjon Xudo aka. xohlasa mana kartoshkani ham tomchilab sug'orish mana. Yangi Bu ham texnologiya. tomchilab sug'orish. Hech qanday ariqdan suv ichmaydi. Kartoshka Yangi mana texnologiya. kapini ishlaydi. Tomchilab sug'orishni yetishtirilyapti. Holati yaxshi Saidjon aka. Juda zo'r. Endi buni sinash uchun qildik, lekin kartoshka urug'imiz yangi urug' emas bu. Shuning uchun agar yangi bo'lganda bu zo'r bo'lardi. Bundan ham yaxshi bo'lardi. Zo'r bo'lardi. Demak, kartoshka ham yetishtirsak bo'lar ekanda. Tomchilab sug'orishning afzalliklari juda ko'p, aziz yurtdoshlar. Xullas, mana shu kabi ma'lumotlarni Saidjon akamizga yetkazib borishga harakat qilamiz. Saidjon aka katta rahmat, joningiz omon bo'lsin. Xudo Rahmat, xolasa sog' bo'lasizlar. mana shu kabi ma'lumotlarni sizdan olib yana xalqimizga yetkazamiz inshaalloh. Xudo xolasa like bosib qo'yasizlar. Qo'limizdan kelgancha ma'lumotni beryapmiz. Biz buni kimga maqtanish uchun ko'rsatmayapmiz yo biz bunga faqat kimgadir manfaati tegsa, savobi Albatta. tegishi uchun shuncha ma'lumotni vaqt ajratib beryapmiz. Albatta. Xalqimiz uchun, hamma narsa yurtimiz uchun. Yurtimiz uchun. Mana shu kabi qimmatli ma'lumotlarni berganingiz uchun sizga ham katta rahmat Saidjon aka. Rahmat, sog' Joningiz omon bo'lasizlar. bo'lsin. Aziz yurtdoshlar, like qilishdan chiqmasin. Bunga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shu edi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.